o'zlari kasal bo'lsalar nega tepalariga kelib dag'dag'a qilasiz? Sen o'zing kimsan? Ha? Menga aql o'rgatadigan. Men seni kasalingga emas, o'zimni bolamga dag'dag'a qilaman. Kasalingiz bilan nima ish? Ay, kelin, siz bolavering, bolani men olib boraman. Bolavering. Siz ko'chada o'tirib g'iybat qiling xotinlarga o'xshab. Mana bolaga ishingiz bo'ladi. Bolani bizga ham siz. Menga qarang, shallaqlik qilasiz. Kasallar bor. Yaxshilikcha keting. Bo'lmasa yomon bo'ladi. Ha, nima qilarding? Militsiya chaqirarmiding? Nima qilarding? Hop, chaqir. Hey, kelin. Hey, baraka topgir. Ket degandan keyin ketgin-da. Ha, shunaqami? Xo'p, yaxshi. Ketaman. Qarab turgan hali uyga borasan-ku, lekin men sen bilan keyin gaplashaman. Kruni, eshik-chu. Boburjon, qalaysan? Nimaga keldingiz? Nima? Har bir oying uyda yo'qlar. Seni yangi o'quv yili bilan chin dildan tabriklayman. Mana bu senga. Kerak emas, olib keturing. Nega endi? Ataylab seni deb sotib oldim. Olmasang xafa bo'laman. Xafa bo'lsangiz bo'ling. Xo'p, yaxshi. Olmasang olma. Qalay, darslar qiynab qo'ymayaptimi? Agar biror yordam kerak bo'lsa, menga aytaver. O'zim yordam beraman. Gapirsangchi, nimaga indamaysan? Nima qilsam xursand bo'lasan, ha? Boshqa biznikiga kelmasangiz xursand bo'laman. Yaxshi. Kelishdik. Men ketdim bo'lmasa. Yaxshi boring. Dabbol. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qachon keldingiz? Hozir Nima? Bobur? Kel. Ha, ovqat yedingmi? Ha? Choy ichdingmi? Ha? Mal. Non olib kelgin, yugur. Men qara Bobur. Xatirman, yo'qmi? Men qara Bobur. U nari ikkinchi mahalla deydi. Xom orqasi kelgan bo'lmasin. Ha. O'zingiz yaxshi keldingizmi? Kiring. O'tiribsiz. Yuring. Kelganingizga ancha bo'ldimi, ha? Ha? Voy, may azmi ushlanib qolib kelmadi. Kelganimga 5 daqiqa bo'ldi, lekin o'g'lingizdan 5 botmon gap eshitdim. Chilaymi? Bilaman, meni yaxshi ko'rasiz. Eski qadrdonlikni davom ettirmoqchisiz, lekin o'g'lingiz sevgingizga tugun bo'lib tushyapti. Meni kechirasiz. Endi yuzga boshqa kelmayman. Voy. Ne unaqa deysiz? Siz sog'inib qolaman-ku. Sog'insangiz ana, idorada ko'rishib turamiz. Idora boshqa, uy boshqa. Sizga ham qoyilmasmi? Bitta Zumrashani deb mendan voz kechmoqchimisiz? Sizdan voz kechaman deyotganim yo'q. Agar mana shu bolangiz bo'ladigan bo'lsa, hammaga doston qilishdan ham toymaydi. Kichkina-yu, hali yosh-ku, o'rganib ketadi sizga. Yo'q, men yuristman. Odam psixologiyasini juda yaxshi bilaman. Bu bolangiz ikki dunyoda odamga el bo'lmaydi. Hoziroq yo'q, ertaga yo'q. Bolani hujjatlarini olib, bolalarni uyiga jo'natib beraman. Keyin xotirjam keladigan bo'lasizmi? Unda boshqa gap. Yoshlikda bergan ko'ngil ayrilmas balo bo'lar ekan. Siz bevafosiz. Nega? Va'dani menga berib qo'yib, boshqasiga uylanib ketdingiz. To'g'ri. Xato qildim. Lekin shuncha yil ichida bir zum ham hayolimdan ketmadingiz.
Faqat siz o'ylab yurdim. Mana taqdir ekan yana birgamiz. To'g'rimi? Sizni deb erimni qamatdim. Qaynatamni qariyalarni uyiga tiqdim. Yana bitta ish qilsam, mashq hovlini sotsam, Nima qilasiz sotib? Shuncha pulni nima qilasiz? pulinimi? Pulini sizga beraman. Menga boshqa yoqdan uya berasiz. Bu mahallada turgim yo'q. Turgiz yo'q. Keldingmi? Ki. O'g'lini sotasizmi? O'g'lini sotasizmi? Sotamiz. Pulimiz ko'p bo'ladi. Sengachi, men bu amakim bilan birgacha mashina olib beramiz, xo'p? Menga mashina olib berasizmi? Mashina olib beraman. Avval pasport olasan, undan keyin haydovchilik guvohnomasi, keyin mashina seniki. Kelishdikmi? Siz olib berasiz. Amin. Gap bitta. Unda oyimni siz olasiz. Voy. Ey, bu nima degani? Uyalmaysanmi shunaqa o'zingdan katta odamga aytgan, ha? Nima, siz o'pishga uyalmaysiz-ku? Menga qaragin. Men bu yoqqa men nonni mamga qo'ygin, menga qara. Men senga tushuntirib qo'yay. Xo'sh, u ana erkinlarni opasini Volgasi bor deb qovasing kelardi, to'g'rimi? O'zing ham endi shunaqa mashinang bo'ladi, yomonmi? Men bu amakinchi. Men bu amaking o'z sani adangga o'xshagan latta landa urmas. Bu amaking prokuror bo'lib ishlaydi. Bildingmi? Shunday ada bo'lsa yomonmi senga? Meni o'zimda dadam bor. Bu odam baribir menga otalik qila olmaydi. Qo'lni ham sottirmayman. Voy, hali uyga egalik qilib qolibsizmi? Chiq. Chiq qayoqqa? Chiqmayman. Menga gap qaytarma, chiq. Qo'lni sottirmayman, baribir. Sendan so'rab sotaman, chiq. Chiq qayoqqa? Chiqmayman. Chiq. Chiqmayman. Chiq deyapman. Yur, kuzatib qo'yingsan. Chiq. Ma'rifatxon, nima qilasiz? Bola-ku, bola bilan teng bo'lmang. Ko'rmaysizmi o'zini? Yo, otasiga tortganda otasiga. Menga qarang, hovli sotish masalasini bir chetga surib turaylik-da. Yaxshisi siz o'g'lingizni bolalar uyiga joylashtiring. Keyin bir gap bo'ladi. Men o'zim sizga shahar markazidan 2 xonali yaxshi kvartira olib beraman. Ana undan keyin bir zum ham yoningizdan ketmayman. Siz yolg'onchisiz. Nega? O'ldim, kuydim, yaxshi ko'raman deysiz. Qo'rqoqlik qilasiz. Qachon qo'rqadi? Qachon? Xotiningiz o'lmasdan oldin qo'rqardingiz. O'lgandan keyin mard bo'lib qoldingizmi? Qachon zaksdan o'tamiz? Hech bo'lmasa xotinimni yili o'tsin. Ana. Nima dedim? Albatta kimdandir, nimadandir qo'rqib yashashimiz kerak. Bundan keyin hech narsadan qo'rqmaymiz. Men gap bitta. Hech qachon ajrashmaymiz. Kelishdikmi? Eshikni qutlab keling. Kelin poshsha. Yangi kirovlar bor bo'lsin. Qulluq. Nima menga xo'jayinmisiz? Hovlini sotarmisiz deb eshitdim. To'g'ri eshitdingiz. Ko'p haddingizdan oshmang kelin. Shahar bedarvoza emas. Keyin hovlini sotaman deb umidam qilmang. Xomtama ham bo'lmang. Tushunalingmi? Siz nima ishingiz bor? Sotsam hovli meniki. Meni nomimda. Nima qilsam shuni. Bo'ldimi?
Eshik och shu, marhamat. Qarang, kelin boshi. Bu hovlining haqiqiy egasi bor. U ham bo'lsa mana Bobir bo'ladi. Endi haligi erga tegishga kelsak, bu sizning ishingiz. Tavba qiling. Bu Fathxilda qamalgan kunning ertasigayoq taloq xotin qo'lingga oldingiz. Go'yo yersiz qolib ketadigandek. Men sizni taniyapman. Kuyov to'ra. O'zi aytdim-a keyingi paytda negadir siz prokurorsiz. Fathxullarning sudda qatnashgansiz. Mana endi tushundim. Nega Fathxullaga 4 yil so'raganingizni? Og'zingizga qarab gapiring, boboy. Meni xotinim o'lgan. Bu ayol eri bilan ajrashgan. Biz turmush qurmoqchimiz. Xo'sh, qo'lingizdan nima kerak? Mana shu jodigar bilan turmush qurmoqchimisiz? Ersirab o'z erini qamatgan, o'z qaynatasini o'z uyidan haydagan. Mana shu ayol bilan turmush qurmoqchimisiz? O'z bolasini qadriga yetmagan. Mana shu ayol sizni farzandlaringizga, yanglishmasam marhuma xotiningizdan bolalaringiz bor. O'gay bolalarga onalik qilarmidi? Bo'ldimi? Tugadimi hamma gapingiz? Chiqing. Boring, sizni hech kim chaqirgani yo'q bu yoqqa, boring. Siz o'zingiz yo'qoling bu yerdan. Sen zumrashada tiling chiqib qopti-a? Sen uning bilan tortishma. Mana prokuror juda yaxshi biladilar. O'ynash yo'lida o'z bolasini o'ldirgan ayollar ham bor. Gapim to'g'rimi? O'rtoq prokuror. Yur o'g'lim. Biz bularga xalaqit bermaylik. Yur. Mana Faton. Men ham ketdim. Siz hech qayerga ketmaysiz. Nega endi? Men ketishim kerak. Agar mana shu chol bo'ladigan bo'lsa, hozir butun mahallani boshlab keladi boshimizga. Boshlab kelsa kelaversin. Meni hech kimdan qo'rqadigan joyim yo'q. Siz meni qonuniy erimsiz. Tushundingizmi? Kim nima desa desin, agar oshing halol bo'lsa, ko'chada ich deganlar. Alo, Bu kim bu? militsiyadan. Ha? Bu militsiyadan. Militsiyada? Ha. Ma'rifatxonmisiz? Ha, nima edi? Tuman ichki ishlar bo'limidan Hamidov sizni bezovta qilyapti. Chaqiruv qog'ozi jo'natdik. Uyda hech kim yo'q ekan. Ertaga soat 9 ga 2-qavat 36-xonaga keling. Bilsak bo'ladimi? Nima gap o'zi, tinchlikmi? Kelganingizda bilasiz. Kim ekan? Militsiyada. Tinchlikmi? Tinchlik bo'lsa kerak. Chaqirishyapti-da. Ertaga 9 ga ertalab keling deyishyapti. Nima uchun? Men qayerdan bilaman, o'sha ertaga keling, aytamiz deyishyapti. Qanaqa balo ekan shu paytda. Kim? Militsiyadan oching. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Tinchlikmi? Ha, tinchlik. Mana sizga chaqiruv qog'ozi. Meni ertaga 9:30 da kelgin deyishgan. Bizga zudlik bilan olib kelish buyurgan. Meni o'z tanmasizlar? Ha? Men tuman sudini kotibasiman. Akam viloyat militsiyasining boshlig'i bo'lib ishlaydi. Tanimasizlarmi? Unisini bilmadik. Biz kichkina odammiz. Olib keling deyishdi, demak olib borishimiz kerak. Ularning boshlig'i kim ekan? Alo, assalomu alaykum. Mirkaring bormi? Yo'q, vazirlikka ketganlar. Qachon keladi? Bilmadim.
Qani bo'la qol. Siz kiyinib chiqing. Kutamiz. Xayriyat. Meni bu yerdaligimni sezishmadi. O'zi bugun juda bexosiyat kun bo'ldi-da. Vaqt g'animatda jo'nab qolish kerak. Eshikni ochib tashlab ketaman. Menga nima? O'rtoq prokuror. Tinchlikmi? Bu eshikning oldida militsiyani mashinasi turibdi. Ma'rifatxonni olib ketish shekilli. Endi o'zingiz bilasiz, Ma'rifatxon sudda ishlaydi. Xizmat yuzasidan ketishgan bo'lsa kerak-da. Bu sergapligingizga qaraganda otaxon o'qituvchi bo'lganmisiz deyman-a? Ha? 30 yildan beri o'qituvchilik qilaman. Nohaq ishni ko'rsam chidab tura olmayman. Mana siz otasi qamalgan, buvasi uyidan haydalgan bir pokiza bolani onasi bilan maishat qilib yuribsiz. Men sizni xulq ahvolingiz haqida odamlardan eshitgan edim. Fatxullarni sudida ko'rib, hayratdan yoqib ushlab qoldim. Axir siz yuristsiz. Yurist. Bilishimcha yurist adolat, qonunini o'z qo'lida ushlab turgan inson bo'lishi kerak. Shunday emasmi? Bo'ldimi otaxon? Bizga ruxsat beradilarmi? Fatxullarga 4 yil so'ragan ishingiz ma'qul ishmidi? Qolaversa, Fatxullar nima uchun xotinini urganini bilasizmi? Otaxon, men siz bilan urushgani kelganim yo'q. Men ham siz bilan urchay deb o'lib turganim yo'q. Menga qarang, agar shikoyatingiz bo'lsa, marhamat, ustimdan yozishingiz mumkin. Haqqingiz bor. Yozganmiz. 486 xonadon qo'l qo'ygan. Javobini kutyapmiz. Yaxshi, mendan nima istaysiz? Bu xonadonga boshqa qadam bosmang. Eshityapsizmi? Keting. Xo'p. Xo'p, kelmayman. Dünyoni ishlari qiziq ekanda. Kelinimni qamab qo'yishdi. Nima ish qilgan ekan? Bir jinoyatni bosti qilaman deb sudga pora eltib beribdi. Vositachi bo'lganda sud ham qamaldi, kelinim ham. Qilmish qidirmish deganlari shu ekanda. Assalomu alaykum, otaxonlar. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum otaxon. Yaxshimisiz? Mulla Kabirjon, keling. Sizni bir ziyorat qilib keldim. Rahmat o'g'lim. Yaxshimisizlar? Rahmat. Bu kishi bizni katta kuyovimiz. Ismlari Kabirjon. Qizingiz qovoq somsa yopgan ekan. Bir mazza qilaylik deb olib keldim. Rahmat. Qalay, tinch omonmisizlar? Nevaralarim yaxshi yurishibdimi? Qizim yaxshimi? Qizingiz yaxshi. Sal betobroq edi. Shunga o'zi kela olmadi. Tavba. O'zi kasal bo'lsa, somsani qana qilib yotdi ekan-a? Dada, kuyovim, qizim yo'qlamay qo'ydi deb o'ylarsiz. Endi o'zingiz bilasiz, ishimiz juda ham ko'p. Qo'l tegmadi-da, dada.
Yo'q, meni hech kimdan ginam yo'q. Tinch bo'lsalaring bo'ldi. Bu yerdagilar hech kimdan gina qilmay qo'yishgan. Kattamizdan kichigi bor-ku. Nabirangiz, Mavruzjon. Shuni bir uyli qilib qo'ymoqchi edi. Ha, to'yga aytgani keldim-da. Yo'q, to'y qayoqda deysiz? Sizni eski hovlingizni buziladi deb eshitdim. Shunga nabirangizni ro'yxatga kirgizib qo'ysak. Mabodo uy buzilsa, o'rniga uy berarmish. Men mahalla bilan gaplashdim. Faqat sizni ruxsatingiz bo'lsa bo'ldi deyishdi. Haligi uy daftari shu yerdami yo uydami dada? Mansurjonga uy kerak deng. Ha, endi nabirangiz uyli joyli bo'lib qolsa yomon bo'lmasdi. Xizmatingizni qiladi. Xudo xolasa uylantirib qo'ysak, u bilan tursangiz ham bo'ladi. Juda g'alati gap qildingiz-ku, kuyov. Ota-onasi yaxshilikni bilmagandan keyin bolasi odamgarchilikni bilarmikin? U nabirangiz juda ham boshqacha. Quloq tepani g'arbxonaga ko'chirishibdi degan gapga ishonishim mumkin. Lekin qizim bilan siz dunyoga keltirgan o'sha nabiram menga yaxshilik qiladi degan so'zga sira ishonmayman. Bekorga ham uyingiz buzilib ketadi. Nabirangizga axir. Menga unaqa nabirani keragi yo'q. Ota-onasiga qilgan yaxshiliklarim evaziga tortgan azob uqubatlarim hadi yodimda turibdi. O'shanda sizga mashina mindirib yubormaganimda 12 yil qamoqda yotmagan bo'lardim. Keyin qamoqdan chiqqanimdan keyin ham qanaqa oqibat qildilaring menga? Kechiring dada. Xato bizdan o'tdi. Xo'p desiz, hoziroq uyga olib ketaman. Rahmat. Katta rahmat. Haligi ro'yxat masalasiga kelsak. Hovli bo'sh qolgani ma'qul. O'lguday qaysar odamsizda. Lekin bitta men yoki Hamida emas. Boshqa farzandlaringiz ham sizdan bezor. Shuning uchun ham g'ariblar uyidan makon topgansiz. Haqiqatni yuzimga aytganingiz uchun rahmat. Endi mana bu olib kelgan narsalaringizni yig'ishtiring-da. Olib keting. Uyingizda bola chaqa bilan baham ko'rasiz. Hayır. Mana ko'rdingizmi? Usta Qobil. Kesakdan o't chiqib, kiyom meni ko'rgani ketdi deb o'ylabman. Senchi, babajon. Nimaga o'g'lim, nimaga suyunchisendan aylansin? Nimaga? Dadam kelyaptilar, dadam. Dadam? Dadajon! O'g'lim! Nima qilib ketdingmi bolam? Shukr. Duoingiz jonida qilib. Seni ko'rolmay qolamanmi deb qo'rqqan edim o'g'lim. Xudoga shukr. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Muborak bo'lsin usta Qobil. Oyning 15i qorong'u bo'lsa 15i yorug' deydilar. Xotiningni qamalganini eshitdim. Ha. Eshitdim. Mayli o'g'lim. Hamma peshonasida yozilganini ko'radi. Mana o'g'ling ham katta yigit bo'lib seni yo'ligini bildirgani yo'q. Har kuniga mendan xabar olib turdi, umringdan baraka topgur. Sana baraka.
Assalom. Yaxshi keldingizmi? Salom qilib kelganingiz rost bo'lsin. Xafa bo'lmang. Hali ko'rmagandek bo'lib ketasiz. Juda yaxshi bo'pti-da. Tabriklayman Boburjon. Yo'q, nog'az ketmaydi. Axir o'zingiz dadang kelsalar uyingga borib tabriklayman degansiz. Ajoyib bo'ladi. Ha, albatta borganim bo'lsin. Eson-omon qutulib kelganingiz rost bo'lsin. Rahmat. Aytganingiz kelsin. Boburjonga va'da qilgan ekansiz. Albatta boring. Aziz mehmonimiz bo'ling. Rahmat. Boradilar. Boradilar. Qanaqa choy damli? Otamlar ko'k choy icharlar, sizgachi? Yo'q, ovora bo'lmang. Keragi yo'q. Qizimisiz, ovorasi bor ekanmi? Hozir o'tirib turinglar. Rahmat sizga. Judayam mehribon qiz ekan. Baxtini bersin iloyim. Nimasini aytasiz? Tarbiya bergan ota-onasiga ming rahmat. Otasidan judo bo'lib, hozir yolg'iz onasi bilan yasharkan. Yoshi 25 da. Shuni kelin qilib qo'ya qoling. Qaydam. Xotin qo'yganga tegarlik. Ko'plashamiz. Shuni kelin qiling. Yaxshi bo'ladi. Yaxshilikka yaxshi-ya. Bular bir-biriga ma'qul bo'lsa yaxshi bo'lardi. Lekin Bobur nimadirkin? Boburjon, Sanobar opangni ona qilasanmi? Sanobar opamchi, o'zlari aytganlar. Men sening opangman deganlar. Sanobar opang senga yoqadimi axir? Ha, jonimdan ham ortiq ko'raman. Sen nima deysan o'g'lim? Men nima derdim dada? Siz bilan Boburjonga yoqdimi? Qiz ko'nsa bo'ldi dedi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Assalomu Tinchmisizlar? Yaxshimisizlar? Usta tinchmisiz? Rahmat. Usta, bugun bayram ustiga bayram. Sevinch ustiga sevinch. Men hozir to'ppa-to'g'ri sud zaldan kelyapman. Ha usta. Keliningizga 10 yil, sudyaga 12 yil, prokurorga 10 yil berishdi. Ey usta, ularni qilgan jinoyatlarni to'plasachi bir kitob bo'lar ekan. Shunaqa gaplar. Dada, endi sizni uyga olib ketamiz. Endi Sanobar opamni ham uyga olib ketaylik. Olib ketamiz o'g'lim, olib ketamiz. Albatta olib ketamiz. Keling, hayfat ota. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. O'zingizni o'rgangan hovlingiz. Hayfat ota, kelaverdingizmi? Va alaykum assalom qizim. Va alaykum assalom. Ey barakalla, barakalla. Rahmat qizim, rahmat. Baxtli bo'lgan qizim. O'zing yaxshimisan? Xudoga shukr. Voy uydamilar? Qani tez chaqir. Uydalar? Haligi Yusuf ota esingdami? O'sha Yusuf ota biznikiga kelgan edilar. Darrov bo'yin chaqirgan, bir yo'l-yo'ldan gaplashib o'tiramiz degan. Qani, chaqir. Ha. Ishga kira qolaylik. Yo'q. Keyin Mahfuja kelamiz. Xo'pmi? Yusuf ota esingdami? O'sha Yusuf ota keluvdilar. Shu bo'yini so'rayaptilar. Darrov chaqirgin. Hozir chiqibchi biznikiga choy ichamiz. Haligi opaqing shirchoy tayyorlayapti. Qani chaqir. Hayfat ota. Keliniz shu yerda ham shirchoy tayyorlab beradi? Yo'q. Bir piyola choy ichmaysizmi keliningizni qo'ldan? Yo'q, kelini qo'ldan choy emas, hattoki osh ham yeymiz, ha? Xudo xolasa. Jonim bilan. Ha, barakalla qizim. Men chaqiray bu. Chaqir. Assalomu alaykum. Esxonmisiz, uzunmisiz? Bag'vatmisiz? Anchasiz. Ko'z yemasin. Ha, kirib kelavermay bu yerda nima qilib turibsiz? Bu haligi Yusuf aka keluvdilar. Sizni so'rayaptilar. Bo'shab chiqavermadi. Yo'q. O'sha yerda bafirga o'tirib, ko'p narsalarni eslashamiz deyaptilar. Qani usta yuring, qani. Ota Hasangiz qolib ketdi. Bu kelin po'shay. Endi bobongizga Hassani keragi yo'q. Chunki mana Boburxondek suyanchiqlari bor. To'g'ri aytdingiz. Endi meni suyanchiqlarim shular. Ha.
Qani usta yuring. Qani. Rahmat. Rahmat, ko'p yashang. Va alaykum assalom. Qanaqa tuzumsiz? Rahmat, yaxshi o'tiribsizlarmi? Rahmat. Yaxshi borib keldingizmi? Rahmat. Oying ko'rmaydilar. Oyimlar bugun navbatchilikdalar. Kelib qoladilar. Dadam bormilar? Bobomlar uyda edilar. Hozir Haytmat ota chiqib, qo'yarda qo'ymay uylariga olib chiqib ketdilar. Yusuf ota kelgan ekanlar. Ha. O, juda ajoyib insonda. Ne bo'lmadim mana. Kel bu yoqqa. Kel. Kecha safardan shunaqa xursand qaytdik hammamiz. O'tir. Nima, yangi kon topdinglarmi dedi? Kon bo'lgandaki, Habib Abdullayev eshitgandirsan. Eshitganman. O'sha mashhur olimimiz tuzgan xaritasi bo'yicha izlanishlar olib boryapmiz. Shunday madan topdikki, yutuqlar yomon emas. Madan? Ha. Aytgancha. Haytmat otanikidan mehmonlarni boshlab kelsang. Xo'p bo'ladi. Ha, mayli, men chaqirib kelay. Yo'q, to'xta. Men o'zim bora qolay. Tag'in beadablik bo'lmasin. Sizlar oshga hozirlik qilib ko'ringlar. Xo'p bo'ladi. Xo'p. Matluba? Labbay? O'tgan kuni kinoga tushsa bo'lardi deb aytayotganding. Ha, aytmadim, lekin boshqa kuni boramiz. Hozir mehmonlarni kutaylik. Siz sabzi piyozni to'g'ray qoling. Mayli. Keling hali. Sağ ol. Keling hali. Siz bu xonadonga kim bo'lasiz? Kelinlari. Boburning xotinimi? Ha. Tushganingizga qancha bo'ldi? Bir oydan oshdi. Bir oydan oshdi. Kechirasiz, sizni tanimay turibman. Bobur akamning qarindoshlarimiz. Ichkariga kiring. Kelinjon. Boburjon uydami? Ha, uydalar. Bobur aka. Bolam. Boburgina. Ko'zimning qorasi. Sizmi siz? Nega keldingiz? Bolaga 10 yildan beri seni hayoling bilan yashadim.
Mana bugun ozodlikka chiqdim. Chiqdim, seni oldinga qanot chiqarib uchdim. Kela qol bolam. Bir bag'rimga bosay bolam. Bolam? Yo'q. Siz meni onam emassiz. Meni o'zimning onam bor. Siz begonasiz. Seni oldingda gunohim katta bolam. Lekin nima bo'lganda-ham oq sut bergan onangman-ku. Men sizdan Nega unday deysan bolam? esingizdan chiqdimi? Yaxshiyam. Dunyoda Hayitmat otaga o'xshagan ajoyib insonlar bor. O'shalar meni saqlab qoldi. Shu iflosliklarning hammasini o'zingizni ayshu ishratingiz, kayf safoyingiz uchun qildingiz. Dadam ham, bobom ham, men ham sizga xalaqit berib qoldik o'shanda. Shunga yarasha nasibamni oldim-ku. 10 yil o'tirib chiqdim. Bolam, bolaginam. Bo'ylaring o'sib, katta yigit bo'libsan. O'ylanibsan. To'yingni ham ko'rmadim. Kim bilan bir bag'rimga bosay. Meni sizga boshqa aytadigan hech qanaqa gapim yo'q. O'lginam. Siz Ma'rifat opamisiz? Nega bu yerda turibsiz? Yuring, ichkariga kiring. Bobur, ichkariga taklif. Yuring.
Men ko'chada daydi itdek qayoqqa borishni bilmay yurdim. Ishongan tog'im akam qamalib ketgan ekanlar. Kinayam, jiyanlarim meni uyga kiritishmadi. Keyin kasalxonaga tushdim. U yerdan qariyalar uyga olib kelishdi. Bu gaplar befoyda. Hammasi o'tib ketdi. Sizdan bitta iltimosim Otaxon. Men aytgan gaplarimni odamlarga yetkazing. Yozing, ko'rsating. Toki men qilgan xatoliklarni nopok yo'lda yurganlar bo'lsa, bu yo'ldan qaytishsin. Kechiring Otaxon. Azizlarim, Ma'rifatxonning boshidan o'tgan voqealarni mana o'zlaringiz eshitdingiz va shohidi bo'ldingiz. Inson hayotida yo'l qo'ygan xatolari uchun har qancha afsus nadomat aytar ekan, u vaqt o'tgandan keyin kech bo'ladi, ammo uning foydasi bo'lmaydi. Mana o'zlaringiz ko'rgandek voqeadagi hamma bo'lib o'tgan holatni ko'z o'ngingizdan o'tkazar ekansiz. Albatta shunga fikr nazari bilan qarasangiz, hayotga kimda kim xatolikka yo'l qo'ysa, o'ziga nisbatan beparvo bo'lib kishilarga qiladigan mehr muruvvatni nazardan chetlatsa, yaratganning albatta qahriga uchrashi muqarrar. Kimda kim har kimni holatidan xabardor bo'lib, qo'ldan kelsa yaxshilik qilgan bo'lsa, uni yiqilgan joyda suyab qo'yib to'g'ri yo'l ko'rsatma bergan bo'lsa, insonlarga xos yaxshi xizmatlarini o'tab, unga nisbatan xayrixohlik bildirgan bo'lsa, albatta bu qilingan xayrli ish ham javobsiz qolmasligini hammangiz bilasiz. Chunki yaratgan hech kimni qilmishiga yarasha ta'dirdan chetda qoldirmaydi. Xatosi uchun jabrga, yaxshiligi uchun rohatga, farog'atga loyiq ko'rishini bilasiz. Azizlarim, shuning bilan ko'rsatuvimiz nihoyasiga yaqinlashib qoldi. Kelgusida sizlar bilan yana yaxshi voqealarni namoyish qilishlikda oyni jahon orqali didor ko'rishmoqlikni yaratgandan tilab, hammangizni xonadoningizga qut baraka, tinchlik va osoyishtalik, ahil ittifoqlikni Alloh loyiq ko'rsin. Hammalaringiz salomat bo'ling. E'tiborlaringiz uchun jamoamiz nomidan o'z tashakkurimizni izhor etamiz. Xayr, salomat bo'linglar. Ey ko'zimning shamisan, ham nur didam ravshani, odamiy iymonga yetmay hech vaqt bo'lmas g'ani.
mardumi ozori bo'lib bo'lma xudoning dushmani osmonga yetsa boshing qilmag'il mani topadar rozi emas tavbang qabul bo'lmas seni bas yaqin bilgil Xudoyim hamd emas bandam seni mashriqi mag'ribni kezsang yo'q bu dardingga davo qilmag'ay anda shafoat sayyidi nuri xudo kuydirur o'lmoq hamon do'zax o'ti go'rda yanoy yusufg'onu nola qilsang hech kishi yo'qdir sanga topadar rozi emas tavbang qabul bo'lmas seni bas yaqin bilgil Xudoyim hamd emas bandam seni